Biz yo'lga chiqdik, ishdan keyin chiqyapmiz-da. Mana soat 3-4 dan keyin ishdan kelyapmiz. Ham davlat ish ketyapti, ham shunchalik nima desam, mehr kuchliki, bugun qanday bo'lmasin, biz ko'rmasak bo'lmaydigan darajada yo'l bosib keldik berdik. Sizlar keladigan bu taraflar olisligi bizga bilingani yo'q. Shuning uchun bu singlimni aytadiki, yo'l uzoq bo'lsa ham ko'ngil yaqin bo'lsin. Bu singlimizning o'rni biz uchun juda ham katta joy olgan, eng yaxshi namunali hamshiralardan biri. Yana ham shunday bo'ladi. Ukam bilan baxtli bo'lsin. Nevaralaring baxtiga sog' omon bo'lsin. Demakki, shuncha inson hurmat qilib keldiki, bu hurmatga sazovor ishlar qilib o'tganda ya qilyapti. Shuning uchun men bu kishi, bu insondan hammamiz xursandmiz. Yana sog'lig'iga ham, hayotida qanaqa ulkan ishlari bo'lsa amalga oshsin. Shuncha qiz, hammasi orqada har bir 40 ta qiz bizlarga qarab turibdi. Qana qizlarimiz borib kelsin, ko'rib kelsin, orqadan ular ham hammasi shay, lekin biz yashirincha keldik. Chunki ular bilan kelsak bizlar belaringizga sig'maymiz. Ayniqsa mudirimiz Allohda katta sharoit yaratib berdi. Boringizlar, biz katta hamshiramizni ko'rib, tug'ilgan kuni bilan tabriklab kelingizlar deganligi uchun shuncha inson mashina siqqanimiz shu bo'ldi. Agar ko'proq bo'lib kelaverardik. Rahmat. Sizga sihat salomatlik tilab, singlimizga uzoq umr, baxt, saodat tilayman. Mana shuncha inson dugonalari, hammasi birovi singlisi, birovi dugonasi, birovi ishxonasi, oppoq xalatli insonlar faqat sizlarga sog'lik, salomatlik tilaydi. Allohim rahmat. Tilaklaringiz sizga ham hamroh bo'lsin. Chin dildan tabriklayman. Bolalarning huzurini ko'rsin, xo'jayin bilan qo'sha qarsin. Sog' salomat yursin baxtimizga. Sizlarga ham yaxshi kayfiyat tilayman. Yaxshi Rahmat. Dugonamni bugungi tavallud ayyomi bilan tabriklayman. Unga baxt, saodat tilayman. Doimo sog' salomat bo'lib, bizga hamisha hamshiralik vazifasini o'taverishida tilakdoshiman. Oilaviy ishlarida ulkan zafarlar tilayman. Yanga bo'ladi, yangamga uzoq umr, sog'lik, bolalarning huzur halovatini ko'rsin, hamisha sog' salomat akam bilan qo'sha qarib baxtli hayot kechirsinlar. Rahmat, tabriklar uchun. Mana bugungi yig'ilishimiz mana shu sizlarda kollektivda yaxshi ishlagani ko'rinib turibdi. Sizlarga ham ishlariga muvaffaqiyat tilaymiz, singlimizga ham ishlariga muvaffaqiyatlar tilaymiz. Zamonimiz tinch bo'lsin, osmonimiz sog' bo'lsin, yaxshilik kunlar ko'p bo'lsin. Hamma sog' salomat yursin, kasal bo'lmasin, hammaning oilasiga tinchlik totuvlik tilaymiz. Yana navbatni san'atkorlarga beramiz. Navbat bilan o'ynayveramiz. Marhamat.